Bolalarda immunitetni aniqlash uchun gastroenterologga murojaat qilganda, albatta tajribali gastroenterolog bo'lsa, immunitetga javob beruvchi vilkasimon bez bor bolada, ko'krak qafasida, o'rtasida, yurakni oldida joylashgan bo'ladi. Asosan immunitetga javob beradi. Ich qochishi, bo'y o'sishining pasayishi, gelmentoz va bolalardagi o'sha immuniteti pastligi, allergiyalarda ham o'sha bezni funksiyasi buzilsa, kattalashishi mumkin yoki kichkinalashishi mumkin. Va shu belgilar bolalarda o'zgarishi o'sha ich qochish, gelmentozlarga, allergiyalarda, bo'y o'sishini rivojlanishida to'sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun buni UZI diagnostikasida tekshiramiz. Mana ko'rib turilganda uni ikkita bo'lagi bo'ladi. Yoshga xos o'lchamlari, yoshi, ularning o'lchamlarini aniqlab turib, ulardagi o'zgarishni aniq aytib beriladi. Va shunga qarab bolada effektiv davolanish olish mumkin.